Assalomu alaykum. Aziz, qadri baland, qadrdon yurtdoshlarim, meni kuzatayotgan muxlislarim. 2025-yil kech soat 9 Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohio shtati Mason shaharchasidagi vaqt. Yangi yil kirib kelishiga 3 soat vaqt bor. Ko'chada shunaqangi chiroyli qor yog'moqdaki, yangi yilga xos u bir ko'tarinki bir ruhda o'tyapti. Mana ko'chalarimiz juda chiroyli, bayram kayfiyatida. Bayramimiz juda chiroyli ruhda, juda ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Kebab House grill restorani. Mana ichkarida odamlar gavjum. Bayramona kayfiyat mana shu joydan boshlanadi. Mana do'stlarim, bayramona kayfiyat. Juda chiroyli dasturxonlar bezatilgan. Mana shu Kebab House grill restorani rahbariyatiga, administratsiya xodimlariga ming rahmat. Shunday bayramona kayfiyatda odamlar kutmoqda. Mana do'stlar, mana todir kaboblarimiz. O'zbekistonda faoliyat yuritib, keksalik gashtini Amerikada davom ettirayotgan mening o'rtoqlarim Erkinjon, Temirjon, Rustamjonlar. Mana bu yigitlarning yuzidagi tabassumni ko'ring. Har bir ota-onaga shu do'stlarimning yuzidagi tabassumni tilayman. Shu insonlardek baxtli, taxtli, xursand kayfiyatda farzandlari, o'g'illari, qizlarini orqasida Amerikadagi mamlakatga kelib faoliyat yuritib shu yerda yashayotgan ekan, qaddingda o'r o'g'lan deydigan gap kerak. Ana shu gap shularga yarashadi. Mana bizni bayramona kayfiyatimiz juda ham chiroyli davom etmoqda. Mana bir-biridan go'zal, farishtadek bo'lgan bizning kelinoylarimiz mana shu onaxonlarga, shu yangalarimizga havas qilsalaringiz arziydi. Mana shu insonlar farzandlari orqasida Amerikaga kelib, shu yerlarda davron surib, o'zbekona go'zallikni tark etmagan holda bayram kayfiyatida o'tirishibdi. Qaddingda o'r, barchinay deydigan gap kerak. Maşallah, tabarakallah. Mana bir-biridan go'zal qizlarimiz, kelinlarimiz mana shunday davra juda ham chiroyli qilib bayramona kayfiyatda davom ettirishmoqda. Maşallah. Mana taomni qarang. Bunaqa taomni yegandan keyin har qanday insonning kayfiyati ko'tariladi. Shuni tayyorlagan oshpazga ming rahmat. Shuni yetgan insonlarga ham yoqib ishtahalar. Davramizning sultoni, yigitlarning alqomatli, olpomish kelbatli, haqiqiy o'g'loni o'zbegimning yigiti Rustamjon do'stimizga mana shu kirib kelayotgan 2026-yil ot yiliga aytadigan tilaklari bor, shu so'zni eshitamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqimizga hammasiga 2026-yil nasibasi hammamizga omadli hammamiz salomat bo'laylik. Mana shunday ot yili kelyapti, hammamizga ot yilida chopqir bo'lib xizmat qilib, birodarlar hammamizga, oilamizga tinchlik toptirlik bo'lsin. Hammalaringizga baxt, saodat tilayman. Rahmat. Shu tilaklar o'zingizga ham ijobat bo'lsin. Namozlarda Allohdan so'ragan
qalban yuragingizdan so'ragan tilaklaringiz 2026-yil ijobat bo'lib, o'z mevasini bersin degan insonlar borki, hamma duoda bo'lsin. Amin. Mana shunday bir ajoyib yigitlardan biri farm sanoat sohasida 30 yildan ortiqroq ishlagan. Hozirda Amerikada pensiyalik gashtini surib, davron surayotgan o'g'lan do'stimiz Erkinboyga. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Hammalari sog' salomat yuribsizlar. Bu yil haqiqatan ham mana yuqorida aytilgandek, yilimiz yaxshi kelsin. Hamma sog' bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. O'zbekiston gullab yashnasin. Yo'da mana hozir qor yog'ibdi, yangi yil oldi. Bizda ham qor yog'ib turibdi uchqundan. Bu dehqonchilikka umuman serhosil bo'lishiga baraka olib keladi. Hammalarni shu kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Sog'lom bo'linglar bilan. Sport bilan shug'ullaninglar обязательно. Rahmat, tashakkur, tilaklar o'zingizga ijobat bo'lsin. Sizning davra boshimiz, davramizning sultoni yigitlarga o'zining xatti-harakati bilan, yillar davomida orttirgan tajribasi bilan, o'zining fan nasihat bilan to'g'ri yo'lga soladigan ham ota, ham aka, ham ustoz darajasiga erishgan ajoyib inson do'stimiz Temirjon do'stimizga beramiz so'zni. Assalomu alaykum. Xalqimiz O'zbekiston, butun bir xalqimizga yangi bayram bilan muborakbod etaman. Tabriklayman. Hammani xonadoniga tinchlik, osoyishtalik, baraka. Allohim hammamizga nimaiki yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, shu niyatlarga yetkazsin. 2025-yilda bitmagan, bo'lmagan orzu-havaslarimizni 2026-yilga yetaylik. Hammalaringizni yana bir bor yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat Temirjon aka. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Juda ham chiroyli bayramona kayfiyat davom etyapti. Hali safimiz to'lmadi. Mana Amerikada ham yangi yilcha kutib olsa bo'ladigan ajoyib bayram davom etadi. Kuzatishdi.